Baharga xat. Abdore Rana Gopur. 7. qism. Bahar. Yaqub Shveysariyaga baradigan yük mashinasiga yo'shirnib yo'lga chiqqanda men yiroqdan qarab turdim. Bu ehtiyotchanlik ham uning bilan xo'shlashish uchun bo'ldi. U mening deganim bo'yicha ishni bitirdi. Salimani o'ltirib qo'ymadi. Men deyishgan pulning qolganini to'ladim. Bir tiyin talashmadim. Urumchidan elib kelgan naq pul asqatdi. Ayollarning o'zining iqtisodiy kirimi bo'lishi kerak. Jonni qutqizishga yoki jonga zomin bo'lishga asqatadi. U qoida biladigan bola ekan, mening kimligimni, Salimani qaslash sababi hech nimani so'ramadi. Bundaq ishlarda belgini qancha oz bo'lsa, shuncha bexatar. Uning kelgusi cho'qim qonliq ham parlaq bo'ladi. Subining apisi bilan doktorxonaga yo'g'on bir dasta gul elib, Salimani yo'qlab bag'inimda, doktorlar balaning ahvolining nacharligini, shunga operatsiya qilib, balani elishni aytdi. Subining apisi unsiz yosh to'katdi. Men u ayolning menga bu to'g'riliq eg'iz etishini saqlayapman. Yataqda yolg'iz qolganimda Salimaning yeniga kelib, chashlarini silab, uning yuziga asta engishdim. Salima bir ayolning yo'ldoshi bilan ma'lum sabab bilan birga bo'lib qolish tamoman mumkin. Agar haqiqiy muhabbat bo'lsa, u erga tegishmi butunlay mumkin. Ammo buninglik bilan yengidan erdan ayrilgan tul ayolning uyiga berib, uning muhabbat tushini barbod qilish nomussizlik. Ba'zida nomussizlik yuqori badal talab qiladi. Sen qabiy raqibga uchrab qapsan. Xotirjam bo'l. Balani men beqib olaman. Sana kelsak, hozircha mushundaq yetib tursan, dedim. Bala qiz ekan. Ay kuni to'shmay tug'ilg'achqa bakmi kichik. Alqanchilikla bor. Doktorxonada beqilyotdi. Subining apisi oxiri bu balning kelib chiqishini iqror qildi. U mening javobimni kutyotdi. Men hech qanday ifoda bildirmadim. Qahvaxonaning 2-qavati balkonidagi krosloda qo'limda o'g'lim, yenimda so'zilib yotgan o'rimchi. Ko'zimni yiroqdagi cherkovning kirst belgisining uchiga tikib, uzundan uzun sukutda o'ltirdim. U udilimda mening yuzimga tikilib o'ltiradi. Eg'iz assamla yengilaman. U saqlab bo'lolmay, bugunchi qaytib, atisi telefon qildig'ini aytib, xo'shlashdi. Yana gap qilmadim. U ayrilib sal o'tgandan keyin kutkuchi baladan birsi bir rumka oq uzum harig'i ilib chiqdi. Men yo'g'ar rumkani qo'limda peqiratqach, o'rimchiga qaradim. Xo'sha o'rimchi, vaqtli g'albimiz uchun. Salimaning ahvoli nacharlashdi. Uzun o'rin tutib yetib qolg'achqa badandagi organlar ojizlashib, funksiyasini yo'qotishga boshladi. Bu orliqda kun arlabla borman. Uning qizini yo'qlayman. Kichik qiz, chiroyli burni, o'ymoqdek og'zi, inchik qashi, qo'yiq kirpikli ko'zlari bor, bug'doy o'ng edi. Kunsir cho'ngib, normallikqa yiqilishyotdi. Salimaning yuz qo'llarini surtib, chechini tarayman. Uningga qizining ahvolini so'zlab beraman. Doktor sestralar mendan Salima bilan bo'lgan munosabatimizni so'raydi. Men kulib, g'ayri bir munosabat deyman. Ular mening Salimaga bo'lgan kuyimchanligimdan ta'sirlanadi. Bir kuni kichik qizni Salimaning yeniga elib kirdim. Salima, mana bu qizing, Subidan bo'lgan malakang. Ismini nima qo'ysak bo'lar, ha? Uning endi men apa bo'laman. Chashlarini men tarayman. Ko'ynak oyoqlarini men tanlayman. U sirlarini menga deydi. Men uning to'yida ona bo'lib turaman.
Tuyuqsiz Salimaning badaniga ulangan apparat chiqirib ketdi. Doktorlar meni chiqirib etib, uni qutqizishga boshladi. Tok bilan yurakni qo'zg'atdi. 130, 150, 200 kar qilmadi. Shundoq Bahar, Salima mening ko'z oldimda ketib qoldi. Men aynakdan qarab turgan yerimda yiqilib qopdiman. Men oxir og'rib qoldim. Heartbroken syndrome, ya'ni yurak sanjiqi. Bahar, mushundaq kasal bo'p demishman. Yurakimning og'riqidan yurak ishlab chiqargan suyuqliq qisqa muddatlik yurak siqilishini keltirib chiqarib demish. Dori ishiltildi. Karvatdan tushmay dam ilishim buyurildi. Parishon bo'lmasligim lozimmish. Psixologga ko'rinishni boshladim. Hammasi meni Subidan ayrilish og'ir keldi deb o'yladi. Buningmi xatosi yo'q, ammo tüp sabab men muhabbatdan ayrilib qoldim. Bu yillar beshimga kelganlari menga bu dunyoda haqiqiy sap muhabbat deb bir narsaning mavjud emasligini qayta tonutdi. İnsanlarning bir-birini yaxshi ko'rishi eng oxirida yanala avlod qoldirish uchunla. Agar ikki inson to'y qilib bir oila qurilmasala, har qancha yaxshi ko'rishsimi, vaqtning o'tishiga agishib hammasi yo'qaydi. Xuddi bundaq ish faqat bo'lib baxmagandakla yo'qaydi. Deyishganlar emas, qilishganlarimi asdan ko'tarilib ketadi. Oilani tutib turayotgani muhabbat emas, mas'uliyat, ishonch, majburiyat. Mayli sen iqror qil yoki qilma, go'yo elektronlik hisoblash mashinasida qanchalik raqamlarni besib ketishingdan qat'iy nazar, seni bassanglar hammasi nol bo'ladi. Men doktorxonadan chiqib, bir oydan keyin Salimaning qizini beqivilish rasmiyatdan putdi. Bu jarayonda uning vafot bo'lgan yo'ldashim bilan burunqi so'yginining balasi ekanligidek azobli haqiqatni natonish birlariga qancha qitim so'zliginim yodimda yo'q. So'zlab oxiri u ikkisi ayol men bu nikohni buzgandek hissiyotga kelib qoldim. Kesilim yana bir qo'zg'alishqa cheksiz yaqinlashgan bir kuni telefonda rasmiyat putib balani ilib ketsam bo'ladiganligi uqtirildi. Bu qizga Dilara deb ism qo'ydim. U o'g'lim bilan necha oyliqlar farq qiladi. Qahvaxonani qobil xizmatchidan birsiga topshirib, men ko'p vaqtimni ikki bolaga sarf qilaman. O'g'lim gungrab bir narsalarni deydi, o'ltirdi, o'milaydi. Bir narsalarga tayinib turadi. Qizim deyishga texi ko'nalmadim. Aksiga qarab yotidi. Ba'zida kuladi, qo'llarini uzdidi, o'mchiydi. Men bularga qarab tinish turmush kechiryapman. Bahar, meni o'ldi desangmi bo'ladi. Yiroq bir yurtda ko'z paslining ma'lum bir kuni o'ldim. O'ligim shamolda qolgan qamg'oqdek to'zib ketdi. Bilinmayli qoldi. Aldirash mangan oyoqlar uningga dasab kelajaklarga yo'l oldi. Men o'tmish bo'lib qoldim. Bahar, aman esanmisan? Sana xat yozmag'li bir damda yillar bo'lib ketibdi. Qo'sh kezakdaklar ikki balani boqmoq bak mushkul ekan. Ikki boyga bir malaydak yetishalmay holimdan ketayli dedim. Ammo bu ikkisi sog'lom, bak tatliq cho'ng bo'layotdi. Dilaraga bo'lgan murakkab hissiyotim bu jarayonni bak qiyinlashtiribdi. Kichik bolani yaxshi ko'raman. Lekin bu qiz men uchun oddiy bola emas-da. Ba'zida ikkisi o'ynayotib, g'ayur Dilaraning o'ynayotganlarini tortib olib, uni yig'latsa, o'g'limni ayblamasdan yig'layotgan qizga qarab jimjit turib ketaman. Saldan keyin esimga kelib, o'g'limni haydayman. Kashlar ikkisini uxultib etib, o'g'limning mangzidan so'yib qo'yib, navbat
Dilaraga kelganda, uning yuzlarini asta silab, uzungacha qarab turmanu, ittik so'yib qo'ya olmayman. Agar u uyquda kulimsirsa, tushidagi xo'shalligidan qizg'inaman. Uni yuyindirganimda, uning buduruqqina put-qo'llarini yuyib etib, kuch ishiltib selishdan o'zimni aran tutib turaman. Qisqasi, o'zim emasli yashab yuribdiman. Men o'zimni muhabbat nafrati aniq birsi deb bilaman. Shunga bu ikkisining o'ttirsida bir yo'l tutish qo'limdan damalliq kelmadi. Kashlar uzoqcha uxlay olmayman. Qarong'u uy darizning pardasidan marab kirgan oy nuri tatargan so'lg'in yuzimga tushib turadi. O'rnimda yostiqqa yo'linib, xiyol surib o'ltiraman. Subi hayot vaqtidagi kashlarni eslayman. Uning toza, yiqimliq yuzi, uzun barmoqlari, yengil tiniqi esimga keladi. Kesal karvatda hammali yeriga naychi tiqilgan Salima ko'z oldimga keladi. U ikkisi Van Goghning rasmlaridagi bo'yoqdek bir-birisiga aralashib ketadi. Shundaq kechalarning birida yana Subini ko'rdim. U karvatning udilidagi kresloda o'ltiradi. Qo'yiq chashliq beshini alqiniga elib, jaynikini yo'tisiga terab, yuzini yerga qartib olgan edi. Nimishqa Subi? Seni bak yaxshi ko'rganligim uchun mushuni menga loyiq ko'rdingmi? Dedim. Men Subini faqat sallab baxmagan. U asta beshini ko'tardi. Parishon bir yuz. Undaq demang Ziba. U bir xatolik. Men sizni hayotim kabi so'yatdim. Har qancha bo'lsa-mo, menchilik so'yalmaydim. O'zi so'ygan odamlarni azoblashmi, so'yganning ifodalanishimi? Menga qarab, yuraging og'rimidimi? U sukutda menga qarab o'ltiradi. Ko'zimdan chiqayotgan yoshlar yuzimni yuyib, eqib, uxlash kiyimimning maydalariga tamatdi. U so'zlamaydi. Men yig'lab to'xtay olmaydim. Vaqt tangdassiz kuchni ko'zitib, o'g'lim 3 to'ldi. Dilaramo yana necha oydan keyin 3 yoshga to'ladi. Ularni chiroyli yasab, qo'sh kishilik harvada ishtirib, Urumchini elib, chiniq qilib chiqaman. Chimliqqa berib, balalarni harvadan elib, o'ynashga qo'yib etaman. U ikkisi Urumchi bilan pomdaqlashib o'ynaydi. Urumchi qiron vaqtiga kirdi. Qari bilan karishnovoy aralash yirik tuklari paqirab, qisqa quloqlari ding turadi. O'ri tursa, mening bilan tang. Shundoq kuchlik. Men ularning o'ynishiga qarab kulimsirayman. Bahor, vatanga qaytadigan bo'lib qoldim. Bu to'y qilib kelgan 4 yildan buyon tunji qaytishim. Viza elib, yo'l tayyorligim putib, 2 balani elib yo'lga chiqqanimda iyun oylarining oxiri bo'lgan edi. Beyjingda aeroplan almishib, Urumchiga uchqanimda hayajondan yuragim og'zimga tiqilatdi. Yana bir ansizlik meni qiynaydi. Chunki Dilarani uydagilardan sir tutgan edim. Endi uni oshkorlashim kerak. Aeroplan Urumchi osmoniga kirishi bilan yuzimni aynak chaplapli qoldim. Katak-tak binolar, cho'milidek mashinalar, yeshillik nayti az, ammo uning nima qaraydi deysan Bahor? Qaqas cho'l bo'lsa-mo, bu mening yurtim. Bu dunyoda hech yerga tang qilmaydigan ona makonim. Chamdallarimga qaramay, 2 balani harvada ishtirib, meni saqlab turganlarga o'zimni otdim. Yig'lashyapmiz, quchoqlashyapmiz, bir-birimizning bag'rida erib ketyapmiz. Opam o'g'limni to'nidi, ammo Dilaraga qarabla chiroy o'zgardi. Bu kim o balam? Qizim, dedim men.
qandaq qizınız boludu? Bu ikkisi tangli bola tursa. Apamның başqa ishni xiyoliga keltirganini sezdim. Darhol, "Yo'q apa, beqib oldim" deb tushuntirdim. Apammo, "Uf" dedi. Uyga qaytdik. Uyg'urcha kutib olishdan keyin uyda apam hammallarim bilan qoldim. Balalarni navri ini sing'illarimning balları o'ynatqili elib chiqib ketdi. Apamning uyida 6 qiz, 1 kelin qo'shilib 7 ayol menga qarab turdi. Endi masala topshirish vaqtim bo'lgan edi. Hammaning ko'zi menda. Amalimning bericha ko'zimni yerdan yo'tkimay ang otdi. Bularning nervisiga bak tegib ketmaydigan so'z iboralarni tanlab ishlatdim. Gapdonliq hunarimni vaqtincha bir yerga qayirib qo'yib, albatta Yaqub deb birsining borlig'ini deyolmayman. Salimani mashina so'qib o'tib o'lib ketdi. Subining apsi bu balani Subining dedi. Boshqalar beqib olganidan men beqib olsam yaxshi bo'lg'udak. Sho'ng beqib oldim. Hech qandaq shaxsiy hissiyotimni aralashtirmay so'zlab tugatdim. Apam ham hommalarim murakkab ichki to'qinishda menga qarab turadi. Menga yaqin o'tirgan hammam asta yenimga surilib, beshimdan quchoqlab, o'ziga tortdi va "Qancha jafo tatqansiz, appaq ukam? Mavu ish mandaq bo'ldi deb deysingizchi bizga? Hammani ichingizga salmay, demasmi?" Beshimni uning maydasiga yo'shirib, öksüp yig'lab ketdim. Ovozimni yo'qotish uchun lablarimni ching tishladim. Yig'am sal pasaygandan keyin apam, "Bakmi mushkul yo'lni tanlayapsiz, balam. Qandaq mengib tugutarsiz?" deb qayg'u ichida o'rnidan turib, asta chiqib ketdi. Men ko'zimni apamning dumbisidan yerga yotkidim. Demak, apam bu qilqimga xafa bo'ldi. Shu kechdan boshlab memam besib oldi. Do'stlarim ishdan tushishga saqlay olmay besib ketdi. Bir-birimizni yeb ketadigandak qanmaymiz. Hammamiz o'g'limni tunib, erkilatib, Dilaraga qarab, "Bu kim o?" deydi. Men qizim beqib oldim deyman. Heliqi eng jon-jigar do'stim. Ziba, rost gap qil. Balang bar tursa, nemishqa yana beqib olasan? Birasi bilan. Ashundaq bo'lgan bo'lsa-chu, ashu odamni elibli kelatdim, deb chaqchaq bilan gapni tugatdim. Urumchi atrofidagi shaharlarni aylanib tugatdik-da, plan bo'yicha vatanning janubini aylanmoqchi bo'ldik. Oldi bilan Aqsu, ondan Qashqar, Atosh, Yakan, Xotangacha bordik. Atishga borganimda Qirg'iziston bilan chegirlashgan bir tog'dagi Yetsu degan yerni ziyorat qilib qoldik. Tağ orasidagi shig'il yo'lda ko'p-ko'k aynakdak suyi bor bir ko'lni bo'ylab mengib, bir yerga kelganda oldiga mashina kirolmaydi deb piyoda mengishimiz kerak bo'ldi. Seriq tog' jilg'isida o'shqichi muzdak so'p-suzuk suvni kechib ichkirladik. Balalarni bir necha o'g'il balalar ko'tirib oldi. Tog' ichkirsida 7 yerdan pastga shaqirab suv oqadi ekan. Shuning uchun Yetsu deb nom olgan bu yerning xosiyati, bu suvlar badanning nariga tegsa, shu yerning og'riqiga shifo qilarmish. Mening ko'ni bosh og'riqim bo'lg'achqa, hammali suvga beshimni tutib turdim. Tog'ning ichkirisi bir yerlardan chiqadigan bu suv shunchalik muzdakki, endi beshim rasmiy og'riydigan bo'ldi desam, aksicha faqat og'rimidi? Bahar, buni bundaq tafsiliy so'zlashimning sababi bu yerda bir jup ayol uchirdi. Yo'ldishi ayolini hapash etyapti. Tashliq yerda o'shqig'icha muzdak suv.
bir odam mangmoqmi qiyin edi. O odam ayolining og'rib yetib qolganini, shu mushu suda putlarini yuyib, tog'ning cho'qsidagi avliya qadimi yetgan masjidda namoz o'qig'ili elib mang'inni dedi. G'o'rigul ko'rinadigan bir jup ayol. Bu ömrida balkim men ko'rganni ko'rmasligi mumkin. Ammo shu turqida bu ayolga shundoq havasim keldiki, koshki menimi ashundoq ayaydigan birsi bo'lsa, menmi uning uchun kuyib, kul bo'lmasmidim ha? Qashqarni yetkicha aylanib, yakanga bordik. Chiltanlikimi chiqib, cho'ng dada opamning qabrisiga chiqdik. Yezidik urug' tuqqanlarni yo'qladik. Andin Xotan, Qarqash. Urumchiga inib kelgandan keyin bir necha yaqin do'stimga Dilaraning kelib chiqishini oshkorildim. O'ylaganimdek hech kim bu ishni to'g'ri demadi. Do'stlarim uzun tortib, ustalga, dasturxondagi biror chekitga, stakanga ish qilib, mening yuzimdan boshqa narsalarga qarab o'ltirib ketdi. Oxiri heliq yaqin do'stim sukutni buzdi. Ziba, sening kallangning-chu dardi o'ptalla bor ekan. Bahar, boshqalarning Dilaraga yaxshi muomalada bo'lmasligidan ansirdim. Ba'zida yenimdagilarga askartibmi to'dim. O, shundoq chiroyli, qariga mayil, do'lqin uzun chechi, qo'ng'ir terisi, chim deb qo'ygandek burni, tugib qo'ygandek og'zi, yuziga soy tashlaydigan uzun kirpigi bor. O'g'lim uning aksi, oq, sog'uchroq bola bo'ldi. Ikkisi bir-biriga shundoq amroq, ayirib o'tish mumkin emas. Bara-bara hammaylar Dilarani qabul qildi, ham yaxshi ko'rishga boshladi. Mening dam olishimni oxirlashib, qaytishning tayyorligini boshlagan bir kunimda Nigar telefon qilib, Subining tuqqanlarining menga choy bermoqchiligini uqtirdi. Yana uning bilan yuz ko'rishishimga to'g'ri keladigan bo'ldi. Ammo ko'nglimda uningga bo'lgan hissiyot butunlay o'lgashga, kayfiyatimda hech qanday davolg'ish bo'lmay o'ltirishga bordim. Atsi deyishgan vaqtdan sal kechikib, restoranning ayrimxonasining eshigini ittirib kirdim. Hammaylar o'tirib bo'ptikan. Qizlar kelib, men bilan yuz yiqib ko'rishdi. O'g'illar bilan shu qatorda uning bilanmi beshimni yenik ling'ishtib, yaxshimisiz debla ko'rishdim. To'rdagi tutqushliq o'rindiqqa joylashtirildim. Shundala hammaylarga sapselishga ulgurdim. Nigar burunqidakla yenimda o'ltirdi. Hammaylar ehtiyot bilan mening ahvolimni so'rashdi. Ular meni ayavatdi. Menmi ularning yaxshi ko'nglini yerda qo'ymay kulimsirab o'ltirdim. O ko'p o'zgarmabdi. Albatta, erlar uy tutib ma'lum mezgildan keyin o'zgaradi. Ammo shu doira ichida o'zgaribdi. Amalba ko'zlarimiz uchrashib qolmaslikka tirishdim. Tamoq yeyilib, bir chaqda muzika qo'yildi. Bir nechisi usul o'ynashdi. Nigar mendan "O'ynamsiz ada?" deb so'ravdi. Tezla "Yo'q" dedim. Bahar, men usulni chiroyli o'ynayman. Ammo yaqindan buyon faqat usul o'ynaydigan bir kayfiyatda emasman. Bir necha qo'l tansi o'ynalib, yangi muzika boshlanganda yerga qarab, xiyol surib o'ltirsam, birsi oldimga kelib turdi. Beshimni ko'tardim. O menga qo'lini tangladi. Darhol Nigarga qaradim. O qiz, "Qopinga hada, bak chiq o'ltirib ketdingiz" dedi. "Ola sharingni" deb o'rnimdan turdim. Bahar, bu kamgacha uning qo'li mening belimga bir qatim tegib ketgan. Bu qatim qisi ikkinchi qatimi. Qo'limni asta uning qo'liga qo'ydim. O o'ng qo'lini belimga tekkizdi.
Sol qo'limni uning mo'risiga yenik oldim. U meni sal-pal o'ziga tortdi. Peshonam uning ingikiga yaqin kelib qoldi. Cho'ngroq nafas elishqimi jur'at qila olmadim. Lirik, qayg'uliq bir muzika ekan. So'ringa boshqalarni tushib, hammalarning diqqati chechilganda, u beshini sal-pal egib, quliqim tuviga. "Yaxshi turib dedi. Men, "Ha-a" degan ma'nida beshimni lang'ishdim. Belimning uning qo'li tekkan yeri boshqacha bearam edi. U tutib turgan qo'limmo qon yugurmayotgandek muzlashga boshladi. Bahar, bir necha yil burun mushu qo'llarning egisini qanchalik kutgan edim ha? Bu odammo meni qanchalik azoblagan. Ammo bu yillar beshimga kelganlar tufayli bu odamning hayotimdagi surati shunchalik suslab ketibdi-ki, hatto uni yaxshi ko'rganimni unutib qoptiman. Muzika tugab, u "Rahmat" dedi. Men uningga qaramasdan kulimsirab, "Sizgimi?" deb o'rnimga qaytdim. Bir chaqda navri singlimning uyidagi bolarimning ahvolini bilish uchun telefon qiyg'ili sirtqa chiqdim. Telefonni qo'yib, keynimga burilsam, yana u. Bu qitim qo'limdan tutib, yondagi odam yo'q ayrimxonaga akirdi. Men qo'limni uning qo'lidan bo'shtib, "Nima?" deb so'radim. U, "Nemishqa men bilan bir qitimmi aloqalashmaysiz?" dedi. Men, "Nemishqa aloqalashiman? Men burun aloqalashganda qandaq pozitsiyada bo'lgaydingiz? Yana nima deb aloqalashiman? Yaxshi turibsiz-ku mana. Baxtlik oila, mehribon ayol, bolami 2 bo'pti. Men nimaga lozim bo'lib qoldim?" dedim. U, "Menga qarang-a" deb qo'lini engikimga uzatdi. Jon jaklim bilan qo'liga urvatdim-da, beshimni ko'tarib, uningga tikildim. "Mana, qardim. Nemish qilmoqchi? Men tul, ammo sizning oilangiz bor. Unutib qolmang. Ko'rib bo'lgan bo'lsangiz, o'ting-a bu yoqqa" deb chiqib ketdim. Uzun o'ltirmay, balalarni bahona qilib, ular bilan xo'shlashdim. Oxirgacha uningga qayta qarmadim. Taksiga chiqib, barar joyimni deb bo'lgandan keyin ko'zimdan 2 siziq bo'lib yosh eqishga boshladi. Bahar, bu uning uchun emas, o'lib ketgan muhabbatim uchun. U qalbimdan butunlay chiqib ketibdi. Hatto jasdimi qolmabdi. To'zandakla g'oyib bo'pti. Vaqtim to'shib, qaytadigan kunim bo'ldi. Aerodromda yig'izari bilan xo'shlashdik. Chekilaydigan gaplarni qayta deyishatdik. Heliqi do'stim asta yenimga kelib, "Ziba, chondirmay o'ng taraf 45 gradusga qara" dedi. Men o'rlib qardim. Do'stim darhol, "Chondirmay deb to'g'unim. Yuguribli bormiding yaxshi?" Balajo, sen turdigan yerga o'qishga bordi ekan. Ismi Umid ekan. Qonun doktori deydi" dedi. "Yo'g'on ish bo'pti. Allohga omonat odishim. Sen sog'-salomat ketib olg'in degan gaplar bo'lsa degina" dedim. Aeroplanga chiqadigan vaqtim bo'lib, 2 balani elib mangdim. Balalar bu necha oy bu yerdagilarga bakmi ishchakishib ketibdi ekan. Yig'ini bir boshlavdi, ikkisini hech bir paslay olmadim. Ko'tiray desam, ko'tirolmay tursam, boyqi bola yenimga kelib, "Agar sizga malollik yetmasa, o'g'lingizni men ko'tirib olay" dedi. Men, "Sizni avar qilarmanmi?" deb tursam, o'g'lim u balaga qo'llarini uzatdi. U o'g'limni dast ko'tirdi.
Мән Dilarani көтіріп, ішчіге маңдық. Кейнімге қармасаммы, достарымның күліп атқанны сезіп тұрмын. Өчірә сақлап тұрсақ, telefonumға ұшыр келді. Яқ дейді, мок ейді. О, кім о? Деп бермеймін, деп ұшыр қайтырып өтіп, bu yigitga yuzlandim. Ismingizni so'ramabdiman. Davomi bor.